Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Anchadan beri jonli efir, jonli muloqot qila olmaganimning sababi biroz ya'ni tiqilinch programmalar orasida qolib ketdik. Qatardamiz. Qatarda ta'lim, biznesga aloqador yo'nalishlarda yig'ilishlarimiz bor edi. Hozir Qatarda Shazili degan turk restoran setlarini bittasidamiz. Xursand bo'ladigani. Sizlar ko'rsasam bo'laveradimi? Andijondan do'stimiz Halimjon. Bu kishi Halimjonning ukalari Ozodbek. U yoqda ham bitta o'zbek turibdilar, ha? Xurshidbek. Va alaykum assalom rahmatulloh. Siz kimsiz? Qatarni o'zbeklar egallayapti sekin-sekin. Ular juda xursand. Inshaalloh. Hozir meni yuqorida turk restoranida ovqatlanib turdim. Bu yerda ham o'zbek bor ekan. U yoq andijonlikmidi? Sarvar degan ukamiz. Bular eshitib qolib, borib meni olib kelishdi. Shoziliga ham keling deb. Inshaalloh salomat bo'linglar. Bular hammasi joyida. Bular xursand. Qatarga mehnat ma'nosida Dubaydan ko'ra ishlagani kelsa yaxshi. Dokumentlarni qilib qulayroq, albatta taklif qilishyapti. Alloh kuch-quvvat bersin. Qatar arab diyorlarining ichida rivojlanish borasida oldingi o'rinlarni egallaydi. Qatarni dunyo bo'yicha boylik ma'nosida gaz zaxirasi 3-o'rinda turadi. Dunyodagi eng boy ayol Qatarni amirining ikkinchi xotini. Eng boy ayol. 400 milliard dollardan oshiq puli bor deyshadi. Pul deganda shu sostoyaniyasi, o'zini mulkiy vazni 400 milliard dollardan oshiq. Qatar aholisi juda ko'p emas, lekin mesni yerlik aholini o'zi 400 ming atrofida. 3,5 millionga yaqin aholi bor bu yerda. 400 mingdan tashqari hammasi chetdan kelib ishlayotganlar va Qatarning shunaqangi ajoyib jihatlari bor. Kun issiq, hozir 45-50 gradusga yaqin issiq. Ko'chalarda yurish qiyin. Qizil dengiz bo'yida, o'shaning uchun ajoyib shahar yani. Orqasini ko'ryapsizlarmi? Mol bir aylanib tugata olmaysiz molni. Bizning safarimiz ham qarib qoldi, ertaga qaytamiz. O'zimizni vatanni baribir sog'inadi odam. O'zimizni yurtni. Sizlarga buni ilinay dedim. Kelsanglar, kelinglar Shoziliga. Shozili go'sht bo'yicha yaxshi sifatli qiladi, lekin qimmatligi bor. Bizni diyorlarga nisbatan bu yerda qimmatroq. Nimaga? Topishi yaxshi deydi bularni. Andijonlik bolalardan ham so'rasam, qimmat, lekin topish yaxshi bo'lgandan keyin u qimmati bilinmaydi. Alloh xayrli qilsin. Endigi biznes tur safarimizni yo Vyetnamga, yo Yaponiyaga, yo Xitoyga qilmoqchimiz. Siz qaysi birini ma'qul ko'rasiz? Safar ko'p borganmiz endi ko'p joylarga. Biznes ma'nosidagi safarlarning ichida Xitoy ma'qulmi? Yaponiyami? Vyetnammi? Yozinglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.